Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan Planeta Zich. Honda Mini V bilan real test o'tkazamiz. Ko'pchilik uning ishonchlilik va qulayligi uchun tanlaydi. Biz esa uning ichidagi magnit maydon darajalarini o'lchaymiz. Elektromobilimizning haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkichi 1.7 milligauss. Oyoq ostidagi ko'rsatkichimiz 2.4 milligauss. Markaziy konsoldagi ko'rsatkichimiz 1.8 milligauss. Haydovchi yon o'rindig'idagi ko'rsatkichimiz 1.9 milligauss. 2.1 gacha ko'tarildi. Monitorimizdagi ko'rsatkichimiz 2.4 milligauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichni ham ko'rib o'tamiz. Elektromobilimizning orqa o'rindig'idagi ko'rsatkich 2 milligauss. Honda Mini V elektromobilimizning eng yuqori ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida va monitorda 2.4 milligaussdan. Cherry A8 bilan solishtirganimizda natijasi balandroq. Cherry A8imizda eng yuqori ko'rsatkich haydovchi oyoq ostida 1.6 edi. Elektromobilingizning magnit maydon ko'rsatkichi qanchalik past bo'lsa, siz uchun shunchalik xavfsiz. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz uni ham test qilib beramiz. Ha, aytgancha, videolarimizni ko'pchilik odamlar kuzatishi uchun kanalimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring. Siz bilan Planeta Zich.